Allah subhanallah, Allah hamdan lillah, Allah subhanallah, Allah hamdan lillah. Payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tayotgan vaqtlarida Fatima radhiyallohu anha qizlari nihoyatda yig'ladilar. Ey otajon dedilar. Men sizni nihoyatda muhabbat qilaman. Men sizni nihoyatda sevaman. Nihoyatda yaxshi ko'raman. Men bu judolikka sabr qila olmayman. Meni o'zingiz bilan olib keting otajon. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, qulog'ingni yaqinroq tut, Fatima dedilar. Yaqinroq kelganda quloqlarga aytdilarki, meni oilamni ichida menga borib yetishadigan birinchi inson sensan dedilar. Fatima radhiyallohu anha tabassum qildilar. Xadija onamiz borib, Oysha onamiz borib so'radilar. Otangiz sizga nima dedi desalar, otam buni menga aytdilar. Hech kimga aytmayman. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom o'tib ketdilar. Fatima onamiz bir kuni xonadonlarida Imom Hasan bilan Imom Husaynni chiroyli qilib yuvintirdilar. Uylarni nihoyatda chiroyli qilib tozaladilar. Ovqatlarni tayyorlab chiroyli bo'lganda Ali roziyallohu anhu keldilarda, Fatima qayoqqa taraddud ko'ryapsiz? Qayoqqa ketyapsiz dedi. Ey Allohning payg'ambarimiz suyukli insoni, mendan rozi bo'ling. Men otamni oldiga ketyapman. Siz aynan bugun otangizni oldiga ketishini qayerdan bildingiz ey Fatima desa, otam o'lishlaridan avval qavmimdan birinchi bo'lib men oldimga boradigan sensan dedilar. Aynan bugun dunyodan o'tishingizni qayerdan bilasiz desa, otam bugun tushimga kirdilarda, Fatima qizim tayyormisan? Meni oldimga keling dedilar. Ey Fatima, olamlarga rahmat bo'lgan Rasululloh meni tashlab ketdilar. Meni qalbim nihoyatda hali o'ziga kela olmadi. Endi sanam tashlab ketadigan bo'lsang, men bu ummatni nima qilaman dedi. Men bu musulmon jamoasini nima qilaman men? Qanaqa qilib idora qilaman dedi. Bu ummatning ahvoli nima bo'ladi? Deganlarida Fatima onamiz aytdilarki, ey Ali dedilar, ana bu tog'chada turgan qutichani olib keling menga. Tog'chada turgan qutichani olib kelsalar, ichidan bitta qog'ozni chiqarib Fatima onamiz aytdilar. Bu qog'ozning nimaligini bilasizmi? Ey Ali dedilar. Bilmayman. Bir kuni otam meni oldilariga chaqirib aytdilarki, Fatima, men seni Aliga turmushga bermoqchiman. Ali seni mahringa 400 dirhamni va'da qilib meni qo'yib qo'ydi. Mana shu 400 dirhamga Aliga turmushga chiqishga rozimisan dedilar. Men yo'q, rozi emasman ey Rasululloh dedim. Bir mahal otam bilan o'tirganimda Jabroil alayhissalom keldilarda, ey Fatima, seni mahringa Alloh taolo jannatni qo'shdi, rozimisan dedi. Alloh seni mahringa Ali senga beradigan mahriga Alloh jannatni qo'shdi, rozimisan dedilar. Men aytdimki, otajon, men rozi emasman dedim. Otam aytdilar, ey Fatima, senga nima kerak o'zi? Alloh senga jannatni mahr qilib beryapti, yana nima xohlaysan desam, Fatima men otamga aytdimki, ey Allohning rasuli, men Ali menga beradigan mahriga musulmon ummatini, sizni ummatingizni shafoatini so'rayman. Agar shu shafoatni mahriga qo'shib berishadigan bo'lsa, men Aliga turmushga chiqishga roziman. Jabroil alayhissalom osmonga ko'tarilib bir varaq qog'oz olib tushdilar. Bir varaq qog'ozda Alloh Muhammad ummatini payg'ambariga shafoat qilishlik huquqini berdi degan hujjat ekan. Men o'ladigan bo'lsam, mana shu hujjatni men tobutimga qo'shib ko'ming. Men Allohning huzuriga borganda ko'rsataman dedilar. Fatima roziyallohu anha aytdilarki, ey Ali, meni o'zingiz yuving, o'zingiz kafanlang, o'zingiz qabrga qo'ying. Men sizga nihoyatda muhabbat qilganman va payg'ambarning qizini unutmang dedilar. Jon taslim qildilar. Fatima roziyallohu anhuni Ali roziyallohu anhu yuvdilar. O'zlari kafanladilar va tobutga solib
payg'ambar alayhissalomni qabrlarini oldiga olib bordilarda, ey olamlarga rahmat bo'lgan zot, suyukli farzandingizni siz oldingizga olib keldim dedilar. Payg'ambar alayhissalomning qabrlarini oldilariga shundoq Fotimani qo'yganda, qabr shundoq cho'kib Fotima roziyallohu anhoning tobutlarini pastga tortib ketdi. Oradan bir necha daqiqa o'tgandan keyin yer yana ko'tarilib Fotima roziyallohu anhoning tobutlarini tepaga chiqarib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom qizlarini ziyorat qildi. Ali roziyallohu anhu ko'tarib Fotima roziyallohu anhuni hozirgi Madinadagi Baqiya qabristoniga dafn qildilar. Bizning shafoatimiz Fotima roziyallohu anhuga Ali roziyallohu anhu tomonidan berilgan mahr ekan azizlar. Shu narsani eshitganda Allohning payg'ambarining suyukli bo'lgan qizi butun islom ummatini ayoliga o'rnak bo'ladigan mahrni so'ragan Fotima roziyallohu anhuning haqqilariga salovat aytib, duo qilib, Allohdan roziligini so'rab qo'yaylik. Mana shundoq payg'ambar alayhissalom ham, u kishining ahli baytlari ham, oilalari ham mana shundoq insonlar bo'lishgan azizlar. Biz bu uchun butun dunyo to'planib, ibodat qilib, Allohga iltijo qilsak ham bu berilgan narsani haqqini ado qila olmaymiz. Payg'ambar alayhissalom Fotima roziyallohu anhoga, ey Fotima, bu hujjatni hech kimga ko'rsatmagin degan ekanlar. Lekin faqat Ali roziyallohu anhuga berib ketgan ekanlar. Chunki Ali roziyallohu anhuni nihoyatda yaxshi ko'rganlari, sevganliklari uchun va bu ummatni men nima qilaman endi deb yig'laganlari uchun ko'ngillari xotirjam bo'lsin deb, mana bu Alloh tomonidan Jabroil olib kelgan hujjat edi, shuni ko'ring deb ko'rsatgan ekanlar.